Dr. Ali Premium shifobaxsh choylari. Mehrgiyo kompaniyasi mahsuloti. Quruq gapning o'zi hech qachon dalil bo'la olmaydi. Abu Ali ibn Sino. Dr. Ali Premium shifobaxsh choylari. Mehrgiyo kompaniyasi mahsuloti. Bilasizmi? İnsonning sog'lig'i uchun eng avvalo asabda asrash kerak. Endi asab asrash ham har xilda. Buni qarang mana. Mana shu nomini lavanda deydi. Hidlaganmisiz? Ancha yengil tortasiz. Endi kimnidir vaqti bor, kimnidir vaqti yo'q. Kulursangiz ham asabingiz o'yga tushadi-yu, lekin bu boshqada. Buni nomi lavanda. Buni axtarib yurmaysiz, o'zi qiynamang. Eng osoni, qarang mana, Dr. Ali choyi. Iching, sog'lig'ingizni tiklang. Dr. Ali Premium shifobaxsh choylari. Mehrgiyo kompaniyasi mahsuloti. Davlenadordan chiqib ketarkan deb yurardim. Davlenadorini ham 1,5 yil ichdim. Endi qachongacha ichaman desam, umrbodlikka deyishdi, qo'rqib ketdim. Necha yil yuraverganman, shunaqa bo'lib, boraman, davolanaman, yaxshi bo'lmaydi. Analizim yaxshi chiqmaydi. Qanaqa dori-yu, qanaqa masing qo'rquv bo'ldi boshida. Mana shuncha yillardan faqat ancha azob tortdim. Bir tortamiz azob deb qo'yganlar. Aql yugurasi to'g'ri kelmaydi, faqat ketyapti, lekin natija ko'rinmadi. Qo'rquv bo'ldimi? Bolada sirroz bu jiddiy tashxisda. Mesela tez tahsil qilayotgan buni ko'rmaganman. Keyingi safar bordim, yaqinda ham apparatga tushirdim, jigarda muammo yo'q, sog'lom dedi. Shu giyohlarda borib bir kun ichgandan keyin o'zimda yaxshi his qildim. Lekin Xudoga ming qatla shukr, lekin sizlardan ham qattiq minnatdor bo'ldim. Mana Xudoga shukr, yaxshiman, qutuldim. Biz sizlarga Mehrgiyo brendi taklif etayotgan Dr. Ali choyini ichish uchun eng asosiy 7 sababni aytib o'tamiz. Bosh miyani kislorod bilan ta'minlanishni yaxshilaydi. O'pka, nafas olishni yengillashtiradi, bir me'yorda tozalaydi. Oshqozon shirasi ishlab chiqarilishini yaxshilab, ovqat hazm bo'lishini yengillashtiradi.
jigar faoliyatini me'yorlashtirishga ko'maklashadi, yog' bosishidan asraydi. Yurak mushaklarini quvvatli qiladi, yurak faoliyatini tiklashga yordam beradi. Buyraklardan ortiqcha suyuqlik va tuzlarni chiqarib yuborishga yordam beradi. Moddalar: sustlashgan modda almashinuvi jarayonini tezlashtiradi, organizmdan zaharli toksinlarni chiqarib yuboradi. Doktor Ali choyi tarkibidagi noyob mahsulotlar inson immunitetini ko'tarib, umumiy tonusni tiklashga yordam beradi. Mehrigiyo 30 yil siz bilan. Doktor Ali Premium shifobaxsh choylari. Mehrigiyo kompaniyasi mahsuloti. Hoji akamiz, hoji onamiz bilan birgalikda umra safariga borib qaytishdi. Biz Xudoga shukr umraga borib keldik. Mana shu doktor Ali tashkilotini rahbarlariga ming rahmat. U joyda biz mana shu damlamalarni ichib yurdik. Ruhiyat juda baland bo'ldi. Allohimning amallarini bajarishda bu choylar bizga juda katta kuch-quvvat berdi. Choyni ichib biz shavdam va quvvat kuch bilan amallarni chiroyli qilib bajarib keldik. Umra ziyoratiga mana bu 2 kishilik sertifikatni navbatdagi g'olibi bo'lishdi. Doktor Alining choyini sotib oldik va aksiya ishtirokchisiga aylandik. Qo'ng'iroq bo'ldi va biz umra safariga yo'llanmani yutib olganimizni xabarni berishdi. To'g'risi bu juda ham kutilmagan, hayajonli bo'ldi. Bilmadim o'sha onda men qanaqa gaplarni gapirdim, nimalarni buni tasvirlab bera olmayman. Alloh rozi. Doktor Ali choy iste'molchilari uchun yana bir qulaylik. Endilikda siz Doktor Ali choyini xarid qilsangiz, oliy toifali shifokor ko'rigi uchun bir martalik bepul sertifikatga ega bo'lasiz. Unutmang, sizning sog'ligingiz nafaqat siz uchun, balki yaqinlaringiz uchun ham qadrlidir. Doktor Ali Premium shifobaxsh choylari. Mehrigiyo kompaniyasi mahsuloti. Diqqat qiling, muhim yangilik. Ko'pchilikni qiziqtirgan savol, ya'ni Doktor Ali choyini qanday foydalanish mumkin, kimlar uchun foydalanish mumkin deb berilayotgan qadrdonlar orasida, yaqinlar, bemorlar orasidagi, ayniqsa shifokorlar, do'stlarimiz orasida berilib turgan savol, ya'ni qanday foydalanamiz yoki nima maqsadda foydalanamiz, qancha dozalarda foydalanish mumkin degan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Doktor Ali choyi tarkibida 25 xil o'simlikni saqlagan giyohlar aralashmasi hisoblanadi. Bu choyimizda birinchi o'rinda asab kasalliklari, ya'ni bosh miya qon tomirlarida qon aylanishini yaxshilovchi, bosh miyadagi asabiylik, stress, ruhiy tushkunlik holatlardan olib chiqadigan damlama sifatida foydalansa bo'ladi. Bundan tashqari bosh miyani har xil shamollash kasalliklari, misol uchun zamonaviy tibbiyotimizdagi meningit, ensefalit kasalliklari ham albatta foydalansa bo'ladi. Bu choyni ichgan bemorlarimiz o'zlarida albatta shifosi sifatida, misol uchun birinchi kundan boshlab sezishadiki, o'zlarida o'zgarishlar, birinchi o'rinda asabiylik holati yo'qoladi bemorda. Uyqu buzilishlari, har xil tush ko'rishdagi o'sha charchoqlar alomatlari, ertalab uyqudan turgandagi toliqishlar kabi belgilarni organizmdan forig' qiladi. Bosh miya qon tomirlaridagi o'sha torayishlar, miyadagi bosimni ko'tarilishi, ya'ni cherepniy davleniya deyiladi zamonaviy tibbiyotda, shu kabi bezovtaliklarni yo'qotishga yordam beradigan oilaviy choy hisoblanadi. Bundan tashqari Doktor Ali choyini yurak qon tomir tizimi kasalliklaridagi bemorlarimiz ham bemalol foydalansa bo'ladi. Sababiki yurak qon tomirlarida o'sha bosh miyadagi qon tomirlarda qon aylanishini yaxshilashga ko'rsatgan ta'sirini albatta ko'rsatib, yurak tosh tomirlarida qon aylanishini yaxshilaydi. Yurak tosh tomirlaridagi torayishlar, tromblarni eritishga yordam beradi. Yurak sohasidagi og'riqlar bilan shikoyat qilgan bemorlarimiz, tahkardiya, ya'ni yurakning tez urib ketishi, tungi uyqudagi yurak sohasidagi og'riqlar kabi bezovtaliklarda ham bemorlarimiz buni foydalanib ichsa, juda ham shifobaxsh hisoblanadi. Bundan tashqari eng yaxshi xususiyatlardan bittasi buni qon bosimi, yuqori qon bosimida juda ham foydali. Sababiki yuqori qon bosimi bilan yuradigan bemorlarimiz buni qo'yiqroq dozalarda damlab ichsa, oddiy choyning o'rniga foydalanib, oziq-ovqat bilan birgalikda foydalanganda qon bosimini yengil tushiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Keyingi o'rinda nafas yo'llari kasalliklariga
buni foydali xususiyatlarini aytadigan bo'lsak, nafas yo'llari kasalliklarida buni foydali xususiyatlarini haqida gaplashadigan bo'lsak, tarkibidagi ixinatsiya o'simligi tabiiy antibiotik hisoblanadi. Ya'ni organizmda o'sha mikroblarni, infeksiyalarni o'ldiruvchi ta'sirga ega bo'lgan tabiiy antibiotik saqlagan choyimizdan hisoblanadi. Bundan tashqari balg'am ko'chirish xususiyatiga ega, yo'tallarni qoldirish xususiyatiga ega bo'lgan, nafas yo'llari shamollashlarini odamda o'sha ayniqsa hozirgi kunda juda ham kuchaygan koronavirusdan keyingi holatda asoratlarni yo'qotishga yordam berish xususiyatlari bilan juda ham foydali hisoblanadi. Bu choyni damlab ichganda nafas yo'llarida nafas olishlari yengillashadi. Nafas yo'llari tozalanib, balg'amlar chiqib ketgandan keyin o'zini bemor juda ham yengil his qiladi. Keyingi o'rinlarda bu doktor Ali choyini jigar kasalliklarida, o't yo'llari dimlanish kasalliklarida, ya'ni o't bukilishi, diskineziyasi, o't qopidagi toshlar, jigardagi har xil jigar kasalliklari, gepatit, jigarda har xil mahsulotlardan zaharlanishi, keyin bundan tashqari jigarda o'zini shunchaki tozalov sifatida, ya'ni jigarda to'planib qolgan, jigarimiz filtr organ hisoblanib butun tanadagi zaharlarni o'ziga to'plagan bo'lsa, bu choy endi o'sha zaharlarni organizmdan chiqib ketishi uchun yordam beradi. Ya'ni o't suyuqligi bilan birgalikda oshqozon ichak tizimiga quyilib chiqib ketishida juda ham foydali hisoblanadi. Sababi tarkibidagi giyohlar qon suyultiruvchi, qondagi zaharli moddalarni siydik orqali, axlat orqali chiqarib yuborishga yordam beruvchi. Bundan tashqari jigardagi o'sha qondagi infeksiyalar, ya'ni undan oldin aytib o'tganimiz nafas yo'lidagi infeksiyalarga o'xshagan ta'sirida jigardagi virus kasalliklari, gepatit viruslarini yo'qotish qobiliyatiga ega, shularni kamaytirishga yordam beradi. Jigar hujayralarini qayta tiklanishida yordam berish xususiyatlariga ega. Birinchi o'rinda oshqozon ichak tizimida hazm jarayonini juda ham yengil qilib qo'yadi. Ya'ni ovqat hazm bo'lish jarayonini yaxshilaganligi hisobiga jigarga so'rilayotgan turgan zaharli moddalarni kamaytiradi va jigar ishini yengillatishga, ya'ni jigar ham bitta hazm organi hisoblangani uchun oshqozon ichakdagi hazm jarayoni yengillash hisobiga jigardagi nagruzka ham kamayadi. O'z-o'zidan jigardagi qayta tiklanish jarayonlari albatta yaxshilanadi. Bundan tashqari jigar kasalliklarida, gepatit kasalligida, o't yo'llari kasalliklarida juda ham bir o'zini shifobaxsh ta'sirini ko'rsatyapti. Bu choyimiz o't suyuqligini suyultiruvchi, o'tdagi toshlarni erituvchi, jigarda o'sha viruslari, qondagi viruslarni butun tanadan chiqib ketishiga yordam beruvchi, jigarda filtr qobiliyatini kuchaytirib, jigarda o'sha to'planib qolgan zaharlarni o't suyuqligi orqali ichaklarga tushirib chiqarib yuborishga yordam beruvchi, jigar qon tomirlarida, ya'ni jigar venalarida, jigar arteriyalarida qon aylanishini yaxshilovchi, jigarda o'zini maxsus funksiyalari, misol uchun oqsil ishlab chiqarish qobiliyatini yana ham yaxshilashga yordam beruvchi mahsulot hisoblanadi. Jigar kasalliklari bilan og'rigan bemorlarimiz buni foydalanganda birinchi o'rinda o'sha o'zidagi jigar sohasidagi og'irliklar, o't qopini hisobiga paydo bo'layotgan turgan qorindagi dam bo'lishlari, ichak faoliyati, qabziyat kabi shikoyatlardan bemorlarimiz yengillashadi, xudo xohlasa. Bundan tashqari doktor Ali choyini buyrak kasalliklari bilan og'rigan bemorlarimiz ham juda ko'pchilik shikoyatlar bilan urolog shifokor do'stlarimiz so'rashadi, qanday foydalanish mumkin buyrak kasalliklarida deganda, endi hamma tabiiy giyohlarimiz ham albatta o'zi qaraganimizda siydirish qobiliyati, ya'ni siydik haydovchi qobiliyatiga ega. Doktor Ali choyida ham xuddi shunday qobiliyat saqlangan. Bundan tashqari bu 2 baravar, 3 baravar kuchaytirilgan holatda desak ham bo'ladi, chunki boshqa damlamalarimizga nisbatan tarkibidagi giyohlarning boyligi bilan, ya'ni miqdorining ko'pligi, ularning tarkibining xilma-xilligi bilan buyrak kasalliklarida juda ham yaxshi effekt beradi. Buyrak kasalliklarida buyrak tosh kasalliklari, ya'ni siydik haydash qobiliyatini hisobiga buyrakning ishini yengillatish, buyrakdagi toshlarni, tuzlarni eritish qobiliyati, buyrakdagi dimlanishlar, gidronefroz kasalliklarida, buyrakda surunkali yallig'lanish kasalliklarida tarkibidagi o'sha tabiiy antibiotik hisoblangan o'simliklarning hisobiga buyrakni yuvib, buyrakdagi shamollashlarni yo'qotib, buyrakning hisobiga paydo bo'layotgan turgan oyoqlardagi, tanalardagi shishlarni yo'qolishiga juda ham zo'r foydasi tegadi. Ko'pchilik foydalangan bemorlarimiz aytishadi, kelib bir kundan keyin ichganimda darhol tanamda yengillik his qildim, oyoqlarimdagi shishlar yo'qoldi. Organizmda xuddi tana og'ir bo'lib qolganda, shu og'irliklar yo'qolib ketdi degan o'zlarining holatlari haqida gapirib berganda juda ham xursand bo'lamiz, chunki bu hammamizda shifokorlarning maqsadi aholi o'rtasida salomatlikni targ'ib etish maqsadimiz. Bu mahsulotlarni aholimiz foydalansin, har xil kasalliklarda, hamma sistemasidagi oid kasalliklarga foydalanganda shu
Birinchi o'rinda kasallikdan chiqib ketish vaqtini qisqartirish, kasallikdan tezroq forig' bo'lish, kasallik keltirib chiqarib turgan asoratlardan qutulishga yordam berish uchun doktor Ali choyini foydalanishsa, yana ham bir natijalari yaxshi bo'lib, xudo xohlasa aholimiz bizdan xursand bo'lsa, biz ham o'zimizni kasbimizdan g'ururlanib, shifokor do'stlarimiz bilan birgalikda bu mahsulotdan foydalanib, hammaga sog'lik ulashsak, juda ham xursand bo'lardik. Doktor Ali Premium shifobaxsh choylari. Mehrgiyo kompaniyasi mahsuloti. Jonga jon shifokorlar, maqsadi salomatlik. Mehribon shifokorlar, maqsadi salomatlik. Mehribon shifokorlar. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, efirda Shifo istab tok shousi. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali o'zingizni qiynab kelayotgan salomatlikka oid savollaringizga javob topasiz. Men sizdan davo topdim, jonga jon shifokorlar. Demak, aziz do'stlar, Shifo istab ko'rsatuvi davom etadi. Ko'rsatuvimizning demak doimiy mezboni desak ham bo'ladi. Professor Zokirjon Muhammadjonovga so'z navbatini beramiz. Qachongacha dori ichaman, qachongacha ukol olaman, qachongacha bolnitsaga boraman, qachongacha shifoxonada yotaman, qachongacha qarataman, apparatlar bormagan apparatim qolmadi, meni ko'rmagan doktor qolmadi, men tushmagan apparat, meni ichmagan dorim ham qolmadi deb o'zlari bir sumka nimalar ko'tarib kelishadi bemorlarni o'zlari ko'rikka kelishganda. Tomografiyalar, KT, MRT, bormagan analizim ham qolmadi, topshirmagan. Qachongacha, xo'p, qachongacha ichasiz ukol dorini? Undan ko'ra shu kasalligimizga oddiy, sodda usulda sababini, nima uchun davlenim oshyapti degan savol. Nima uchun boshim og'riyapti? Nima uchun hazmim yaxshi emas? Buni savol, nima uchun belim og'riydi, nima uchun oyog'im og'riydi? Hamma kasallikni oddiy sodda sababini, negizini topib, to'g'ri shifokorlarimiz hammalari mana MRTga, tomografiyalarga hamma ukol dorilarni berishadi, natija bo'ladi. Lekin surunkali, endi bu gaplarimiz hammasi nima? Shoshilinch holatlardan mustasno. Shoshilinch, masalan, reanimatsiya holati bo'lsa, bo'lmasin hech kimda. Operatsiya holati bo'lsa, shoshilinch holatlar bu gaplarimizdan, bu dorilardan mustasno gaplar. Bu o'zimiz shifokor, o'zimiz reanimatsiyada 30 yilga yaqin ishlaganmiz. Bu gaplar mustasno. Surunkali kasalliklarda doimiy ravishda bir umr to'g'ri tavsiya qilishadi. Bu qoningizni suyultirib yurmasangiz, qoningiz qo'yilib qolsa, yuragingizda infarkt, insult, naq bo'lib qoladi. Ayniqsa mana bahor fasllarida uchi yurasiz deb to'g'ri tavsiya qilishadi shifokorlarimiz. Lekin shuni demoqchi bo'lgan gapim, so'zim, mana 30 yillik Mehrgiyo kompaniyasini tabiiy dori-darmonlar, shularni tabiiy o'xshashligi. Shuni mana 30 yillik mehnat natijalari nima, bitta bu Mehrgiyo kompaniyamizda kimlar ishlaydi? Eng oliy darajadagi dorishunoslarimiz ishlaydi, agronomlar ishlaydi, bog'bonlar ishlaydi, biologlar, akademik, professor, mana shifokorlarimizni eshitib ko'rdilaring. Bular bu oddiy o'zi yo'li bilan bir oddiy narsani bunday bir-biriga qo'shib qo'yib dori tayyorlanmagan. Bu nima uchun bu mana doktor Ali choyi to'g'risida gapiryapmiz? Nimaga bu doktor Ali choyimiz nima uchun doktor hamma kasallikka tavsiya qilyapsiz buni? Hamma kasallikka nima uchun tavsiya qilyapsiz? Mana bitta lavandani gapirishdi, papayani gapirishdi. Papaya masalan umurtqa bo'g'im kasalliklariga foyda qiladi, lavanda asab tizimiga foyda qiladi deb aytdik. Bu nimaga bitta choyda siz endi choydan tashqari yana nima? Mana qo'shimcha yana bir chiroyli bir siropimiz ham chiqdi. Buni tarkibini o'qib ko'rsangiz, mana hozir aytishdi-ku, papaya ichgan edim, bo'g'im, bel og'riqlarim tuzaldi. Lavanda ichgan edim, asabim. Mana shu hamma tarkib mana shuni ichida. Hammasi jamlangan.
25 xil tarkibi bor. Mana hozir shifokorlarimiz aytib o'tdilar, 25 xil tarkib. Demak, nima degani bu? 25 xil tarkib bo'lgandan keyin papaya ichdingiz, belingiz tuzaldi, lavanda ichdingiz, asabingiz tuzaldi, guava ichdingiz, onkologik kasalliklaringizga effekt, foyda berdi. Yozib qo'ygan, shu guava degan mahsulotlarimizga yozib qo'ygan. Olimlar isbot qildi. Onkologik kasalliklarga zamonaviy eng kuchli ximiya dorilaridan 1000 marotaba foydaliroq deb yozib qo'ygan. Mana guava mahsulotimizga bu shu o'zimizda yetishtirib dori-darmonlarga qo'shamiz. Hozir sanasangiz mana echinacea degan narsa bor. Echinacea nima? Mana bu siropida ham mana gul turibdi. Mana shu echinacea nima bu? Tabiiy antibiotik bu. Antibiotiklar olaverganimizdan nima bo'lib ketdi? Immunitetlarimiz tushib ketdi. Immunitet tushib ketsa nima bo'ladi organizmda? Immunitet organizmda nima? Bitta davlatning qurolli kuchlari, chegarasi, qurolli kuchlarimiz kuchsiz bo'lsa, immunitetimiz past bo'lsa, bemalol har qanaqa dushman indamay kirib kelaveradi. Immunitetimiz pasaygandan keyin. Immunitet past bo'lgandan keyin yoningizda birov aksiyori o'tib ketsa ham nima bo'ladi? Darrov sizga yuqib qolaveradi. Aytishadi-ku xalq so'zida, men hamma kasal bo'ldi, men kasal bo'lmadim, ayniqsa pandemiya vaqtida oilada hamma kasal bo'ldi. Demak, siz immunitetingiz bizdan ko'p kelib aytishdi. Men sizga kelib, ko'rinib, mana pandemiya davrida ham dorilarni ichib yurdim. Oilada hamma bo'ldi, ishxonada hamma bo'ldi. Menda balkim bo'ldi, balkim bo'lmadi, lekin hech qanaqa simptomini ko'rmadim. Demak, dorilarni, bu tabiiy dorilarni ta'siri. Men demoqchi bo'lgan so'zim, surunkalik bir umr, hop. To'g'ri, shifokorlarimiz hammalari oliy ma'lumotli, hammalari ko'p tajribali shifokorlarimiz dorilarni buyurishadi. Yaxshi, bitta bir shifokorda aybi yo dorini aybi yo sizni yo bizni aybimiz degan gap emas bu. Shuni surunkali ichadigan bo'lsangiz, mana tabiiy holat, dardi bedavo kasallik yo'q. Dardni bergan Alloh shifosini ham beradi. Uni izlanib topish kerak, qidirish kerak tabiatdan, tabiiy holatdan. Demoqchi bo'lgan so'zimning ma'nosi shuni surunkali ichasiz bir umr. Bir umr deyildi-ku, 50 ga kirsangiz davleningiz oshsa, taqdirotingizga 100 yil umr yozgan bo'lsa, uni yashashga majbur biz. Majbur bo'lib yashamaylikda, qiynalib yashamaylik, kasal bo'lib yashamaylikda. Mana sog'lom bu jasadimizni, bu a'zolarimizni bizga Alloh taolo shunday bir mukammal, chiroyli qilib berib qo'ygan bu a'zolarimizni. Buni qadriga yetishimiz kerak, buni doimiy qarab yurishimiz kerak. Haligi bemorlarimiz kelishadi, yuragim bezovta qilyapti, oyog'im og'riyapti. Xola, nechaga kirdingiz? 80 ga kirdim-da. Oyog'ingiz nechaga kirdi? Hayron bo'lishadi, kulishadi o'zlari gapni nimasini tushunib. Oyog'ingiz ham 80 ga kirdi-da, oyog'ingiz ham. To'g'rimi? Oyog'im 80. Biror marta buni yog'iga qarab qo'ydingizmi? Bir yangi mashina olsangiz, 1 yilda 10 marta yog'iga qaraysiz. Mana bir ikki bemorlarimiz, bitta xola keldilar, 90 ga kirdim, es xush joyida, hamma yo'q joyida, gap so'zlar, endi xotiralari ham mendan yaxshi-da. Ko'rsangiz, yaxshi. O'g'lim faqat oyog'imga dori bersiz bo'ldi, oyog'imni davolasiz bo'ldi, qolgan joyim yaxshi. Ko'rinib turibdi yaxshiligingiz. Oqsab keldingiz, belingiz og'riyapti. 200 kilo paxta terardim. Hozir 82 yoshgacha paxta terdim. Yaxshi, rahmat. U 200 kilo paxtani kim ko'tardi? Men ko'targanman. Oyog'ingiz-chi? Oyog'ingiz ko'tardi-ku 200 kilo paxtani, to'g'rimi? Shuncha yil. Biror marta qaradingizmi? Yo'q, qaraganim yo'q. Nechaga kirdingiz? 90 ga kirdim. Yuragingizda ham tekshiruvdan keyin yuragingizda ham ozgina muammo bor ekan, mana sal quvvati pasayib qopti. Yo muammo demaylik-da, quvvati pasayib qopti. Oyog'im og'riyapti, xolos, boshqa joyim bezovta qilgan yo'q. Oyog'ingiz nechaga kirdi, yuragingiz nechaga kirdi? Yurag ham, oyoq ham 90 ga kirdi-da, 90 yosh bo'lganimizdan keyin. Shuncha yil ishlayapti. Buni yana chiroyli parvarish qilsangiz, yana chiroyli ishlayveradi. Bir umr dori ichib o'tish shart emas. Bir umr dori ichib. Ichadigan bo'lsangiz ham o'shani mana qon suyultiruvchi ham bor. Mana bu choyimizni tarkibida davleniyani me'yorlashtiruvchi, tushib ketgan bo'lsa me'yoriga olib keladi, oshib ketgan bo'lsa ham me'yoriga olib keladi. Me'yorlashtiruvchi bor. Hazmim yaxshi emas. Nimaga hazmingiz yaxshi emas?
Uni sababi nimada? Sababi jigar o'tingizda dimlanish bor, yo tosh bordir, yo oshqozoningizda gastrit, yazva bordir, yo bo'lmasam oshqozon osti bezingizda mana doktor endokrin sistemani gapirib berdilar. Pankreatit bo'lasiz, keyin nima bo'ladi? Sahrga o'tasiz. Pankreatit ham hazm tizimidagi mana qabziyat bo'ldim, zarda bo'ldim, bir umr shunaqa qilib dori ichib yuraman deyshadi. Yana aylanib kelib haligi gapni ma'nosi nimaga kelyapti yana taqalib? Bir umr dori ichsangiz kim kafolat beradi sizga? Asabni tuzataman deb oshqozonni yallig'lantirdim. Yurakni tuzataman deb pochkami shamollatdimi? Kim kafolat beradi? Bir umr ichayotgan dorimiz boshqa a'zolarimizga nojo'ya ta'sir qilmaydi deb hech kim kafolat bermaydi. O'sha hamma dorimiz ichiga yozib qo'ygan. Nima deb? Mana bu joyingizga foyda qiladi. Побочный effekt, nojo'ya ta'sirlari deb yozib qo'ygan. Palon joyingizga nojo'ya ta'sir qiladi deb o'zi yozib qo'ygan. Hammasi instruksiyasiga dorilardi. Deyiladigan gapning yana bir ma'nosi, bir umr ichadigan doringizga shunday kimyoviy dorilaringizni shunday tabiiyga o'zgartirib oling. Tabiiyda hammasi bor. Asab tizimingizga, yurak tizimingizga, immunitetingizga, suyak bo'g'im kasalliklaringizga, hazm tizimingizdagi kasallik, urologiya, ginekologiya, mana teri tanosil kasalliklari deymiz, bolalar kasalliklari deymiz. Mana hozir aytib o'tishdi, bolam hatto yosh, 4 yosh, 5 yosh bola, hatto COVID bo'ldi. COVID bo'lmagan odam o'zi qolmadi. Bu nima uchun? Bu bitta virusni butun dunyo yengolmayapmiz. Biz ham doktor, biz ham issiqjonmiz, sizlar qatori. U zo'r egasi bor. Biz zo'r emas. Buni o'zimizga qarab yursak, tabiiy holat, tabiiy. Bu tabiiy yaralganmiz. Shu tabiatda hammasi bor tabiatda. Hammasi. Shu kimyoviy dorilarimiz tabiiyni o'xshashlik analogi xolos. Tabiatda undan ziyodasi ham bor. Bu kimyoviyni yaratdik. Oziq-ovqatimiz kimyo bo'ldi, dori-darmonimiz kimyo, oshxonamiz kimyo bo'lib ketdi. Yuvinishimiz ham kimyo, kosmetologiyamiz ham ximzavod, ximiya odamlarga o'xshab qoldik. Shuning uchun butun dunyo man degan davlatlar, rivojlangan davlatlar hamma bizni kitobimizni olib ketib o'zimizga o'qitishyapti endi. 80% tabiiyga o'tib bo'ldi bemorlar. Mana rivojlangan davlat. Nimaga bizni xalqimizdan chiqqan Ibn Sino, bizni xalqimizdan chiqqan dori-darmon, bizni xalqimizdan chiqqan allomalar nimaga bizdan chiqmayapti endi? Nimaga chiqmayapti? Tabiiy, mana tabiiy. Ximzavod bo'lib qoldik-da, ximzavod. Ovqatimiz ham ximiya bo'ldi. Mana ota-bobolarni mana o'zlaring bir surishtirib, o'zlaringni tarixlaringni ko'ringlar-da. Nima ota-bobolarimiz 100 ga kirib ham bilasizlar, eshitgansizlar, hammalaring eshitgansizlar. 100 ga kirib ham kasal bo'lmaganman, doktor ko'rmaganman, doktorga bormaganman deyshadi. Onalarimiz nima? 10 ta tug'ib ham bolasidan, qizidan sog'lom yurgan. Jonga jon shifokorlar, maqsadi salomatlik, mehribon shifokorlar, maqsadi salomatlik, mehribon shifokorlar. Biz sizlarga Mehrigiyo brendi taklif etayotgan Doktor Ali choyini ichish uchun eng asosiy 7 sababni aytib o'tamiz. Bosh miyani kislorod bilan ta'minlanishni yaxshilaydi. O'pka nafas olishni yengillashtiradi, bir me'yorda tozalaydi. Oshqozon shirasi ishlab chiqarilishini yaxshilab, ovqat hazm bo'lishini yengillashtiradi. Jigar faoliyatini me'yorlashtirishga ko'maklashadi, yog' bosishidan asraydi. Yurak mushaklarini quvvatli qiladi, yurak faoliyatini tiklashga yordam beradi. Buyraklardan ortiqcha suyuqlik va tuzlarni chiqarib yuborishga yordam beradi. Moddalar sustlashgan modda almashinuvi jarayonini tezlashtiradi. Organizmdan zaharli toksinlarni chiqarib yuboradi. Doktor Ali choyi tarkibidagi noyob mahsulotlar inson immunitetini ko'tarib, umumiy tonusni tiklashga yordam beradi. Mehrigiyo 30 yil siz bilan.